Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa navbatda ishlarimizni tugatib oldik. Hop, bu yerimiz Quloq tumani Do'la qishlog'iga qo'yib berganmiz. Endi obzorini bitta Shagit boladan ko'ramiz endi. Qani, Shagit bola? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun yana bir kayfli xonadonimizga aksesuarlarimiz qo'yib berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Zalotoy tub materialidan bo'lgan, oynalari yo'qdi, bir qavat bo'lgan. Aha. Eshiklarimiz balkon profildan bo'lgan. Mana ko'rib turganingizdek, har bitta ustunda artifonlar bilan o'rab, mana chiroyli qilib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, mana hammasi zo'r, chiroyli holatda bo'lgan. Endi sizlarga ichlarini ko'rsataman, undan keyin razmerlari, narxlari bilan tanishtiraman. Qani keling. To'xtab turing hozir. Shashilmaydi-da, shashilmang-ku. Chiroyli obzor qiling. Bu yerda nechta ish bo'lgan o'zi, nechta eshik qilgansiz, nechta ochilish bo'lgan romlardan. Darrov ichkariga kirib olsak, odamlar tushunmay qoladi ko'rinishdan. Nechidan ustunlar orasi? Har bitta ustunlar orasi 275 sm dan bo'lgan. 5 qilganmiz. Har bittasini o'rtasidan bitta ochib berganmiz. Ustunlarni alkafon bilan o'ragansilar. Ha, mana ustunlarni ko'rib turganingizdek, alkafon bilan o'rab, chiroyli qilib, bu holatga keltirdik. Uruyndami bularimiz? Albatta, uruyinda hammasi bitta liniyaga tortilgan. Aha. Mana ko'rsatib qo'ying bitta tekisligini. Bo'ldi. Sizdan keyin boshqa usta kelib tekshiradigan bo'lsa, ish qilib yotib qolmaymizmi? Biz o'zimiz ishimizga javob beramiz. Bizda narxdan ko'ra sifat birinchi o'rinda turadi. Marhamat, ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz. Liniyasi zo'r haqiqatdan. Eshigimiz bo'ylari nechi? Xo'p, eshigimiz общий bo'ylar 290 bo'lgan. Xo'p, qanotini o'zi 245 ga to'xtagan. Mana ko'rib turganingizdek, polniy balkon profillaridan qilganmiz. Oddiy profildan farqi juda ham mustahkam bo'ladi. Mana Ligirokkalariga ham o'ta gap bo'lishi mumkin emas. Ruchkalarni ham zo'ridan qo'yibsizlar. Ruchkalarimiz turetskiy ruchka bo'ladi. Originali shu bo'ladi. Aldanib qolmanglar mana. Bo'ldi, zo'r ekan. Xudo xolasa shagitimizdan bloger chiqadiganga o'xshayapti. Xo'p, mana uy ichkari ko'rinishi boya aytib o'tganimizdek, har bitta romdan o'rtasidan bittadan ochib berganmiz. Mana 5 ko'z qilingan, o'rtadan bittadan ochilgan. Rom ruchkalari ham shotga emish qilib? Albatta. Har bitta qo'ygan aksesuarimizga javob beramiz. Mana pechatlar, hamma narsasi akfalik turibdi. Mana ko'rib turganingizdek. Mana akfa pechat. Odamlar endi qizadi, endi qanaqa ishlar ekan deb. Mana bu yerda ham akfa pechat. Xo'p, mana ko'rib turganingizdek, hamma narsamizni chiroyli qilib o'rnatib berganmiz. Xo'p, bularni bo'ylariga kelsak, 1.92 sm bo'yi, har bitta ustunda orasi 275 sm dan bo'lgan. Har bittasini o'rtasidan ochganmiz, bir qavat yo'lda oyna bo'lgan. Padagonni qo'ymabsizlar-ku, usta bu yoqda. Padagonniyda akamiz bilan gaplashdik. Akam shu holatda menga ma'qul dedi. Biz mayli deb shu holatda qoldi. Padagonni qo'ysak ham bo'lardi, lekin akamiz padagonni qo'yib berishimizni xohlamadi. Shuning uchun shu holatida qoldi. Bu holatini mana go'zal bo'lib, avvallarga yopishtirib qo'yibdi. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Mana bu yoqda ham ikkita romimiz bor. Xudo xolasa akfa profilidan bo'lgan-a? Har bitta profilimizga akfaligiga javob beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, akfadan bo'lgan ekan. Laklankasini ishlatmadik mana. Bor joyimiz qiyshiqligiga mana ko'ryapsizlar, Xudo xolasa past balandini o'yib, tekizlab, tashqaridan bir xil qilganmiz. Endi nari tomongacha, nari tomonga. Bu tomonimizga ikkita rom bittacha qo'yib berganmiz. Marhamat, bu tomonni ham ko'rishinglar mumkin. Ustunlar buklab, anaqa chiroyli qilib beribsizlar buchagini. Alkafon. Bu yerda e'tibor tortadigan joyi shu ustun bo'ladi. Har bitta uyda mana ko'rib turganingizdek, ustunni alkafonni bukib, mana qirralarini chiroyli qilib chiqarganmiz. Bu narsani odamlar bilsa biladi, bo'lmasam bilmaydi bu narsa nimaligini. Ko'pincha joyda, ko'pincha usta qila olmaydi ham bu narsani. Biz ishimizga javob bergan holatda chiroyli qilib qilganmiz. Hop, bu tomonga bitta rom qo'yganmiz. Bu romimizni endi 260 bo'ladi, bo'yi 194 bo'ladi. Imенно shu romni ikkita ochib berganmiz shu joyidan, havo yaxshiroq aylanish uchun. Narigi chekada ham bor ekan rom yana bitta. Bu chekada ham ikki qavat oyna bo'lgan, hop, bunda ham o'rtadan ochilish bo'lgan. Shunga moslab mana ikkalasini ham bir xil qilib ochib berganmiz. Hop, bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa o'tsak bizni bitta bakoyli eshik hamda rom kutib oladi. Mana ko'rib turganingizdek, bularning ham razmerlari bir xil. Marhamat, ko'rsatib o'tamiz. Bu eshigimiz tashqariga ochilgan. Bu eshigimiz mana. Likropkalar ham o'ta go'zal. Bitta barmoqqa. Nima deyapti akalar? Bunga nimaga gulli oyna solib qo'ydinglar? Shunisi ham qizadi endi. Buni akamiz gulli oyna qilib bering dedi. Nimagaki bu yerda ko'pincha nima deb tushuntirsam bo'ladi endi sizlarga. Kun bu tomondan tushgani uchun imonni eshikda orqasida haldenli nimalar turadi. Shuning uchun qilganmiz mana. Bunga ham balkon profil ishlatganmiz.
Mana ko'rib turganinglardek. O'sha mashinalarga kelsak. Hop, bitta, ikkita, uchta, to'rtta qo'yganmiz. Tashlab yubormaslik uchun-da endi. Shunda. Barchakadan bitta romda ochgan ekansizlar. Hop, endi ichkarilarni ko'rib o'tamiz. Marhamat. Xudo xolisa bu yoqlari ham go'zal holatda chiqibdi akalar. Xudo xolisa narx-navosini ham hozir aytib o'tadi Shagit bola o'zi. Hisob-kitobga ham usta bo'lyapti. Hop, mana bundan ochmadik. Chunki mana bu yerdan ikkita ochdik. Bundan akamiz ochishi shart emas degan uchun bundan ochmadik. Bu yerdan mana bu bakovoy. Shu bakovoyni ham 3 ko'z qilib chiroyli holatda qilganmiz. Mana ko'rib turganinglarda bu yerdan ham bitta ochganmiz mana. Bularni liniyasini ham tekis qilib keltirganmiz. Xudo xolisa chiroyli chiqdi. Uyimizda ham ko'rinishlari ham zo'r akalar. Xudo xolisa. Endi narx-navosini aytib o'ting endi Shagit bola. Hop, narx-navo razmerlar bo'yicha, hop, endi bu tomonimiz uzunligi 16 metr bo'ldi, bu tomonki 7 metr bo'ldi. Aha. Shu ko'rib turgan hamma narsalar 48 kvadrat chiqdi. 48 kvadrat 630 ming so'mdan 30 million so'mga to'xtadi. Dastlabki qanaqa bo'lyapti dastlabkilar? Endi dastlabkilarga kelishsak, butun vodiy bo'ylab xizmatlarimiz bor, o'lchash, o'rnatishlar hammasi o'sha kelishilgan pul ichida bo'ladi. Mana ko'pincha akalarimiz bizga yozishyapti, masalan, Rossiyadan qanday bog'lansak bo'ladi degan savollar kelib tushyapti. Xo'p, bunga ham ilojini qildik. Mana o'zimiz ustamizning nomeri. Shu nomerda Telegram, WhatsApp hamma narsasi bor. Bemalol aloqa chiqa olasizlar. Bo'ldi. Hop, vohalarga kelishilgan holatda qilamiz. Bizni nomerlarimiz pastga yozib qo'yamiz. Garantiyasini ayting bu ishlarni, garantiyasini. Bu ishlarimiz garantiyasi 3 yilga davr bo'lyapti hozir. Chunki biz ishimizga o'ta ham ishonamiz, sifatli qilamiz. Shuning uchun 3 yilga davr garantiya beramiz. 2 qavat oyna bo'lsa, terlashiga 1 yil garantiya beramiz. Bo'ldi. Bularimiz bir qavat yo'q oyna bo'lgan. Bularimiz akalar 630 ming so'mdan 30 million so'mga to'xtalgan. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolisa sizlarning ishlarni ham chiroyli qilib borib yetkazib o'rnatib beramiz.